Uni bu bo'yra mahsuloti qamishdan tayyorlanadi. Tunkan tagidan qo'yilgani. Shu qo'yilgani yana 5 yil bo'ldi. Kamida 20-30 yil turaveradigan narsa-da bu. To'qilishi mana. Bu issiqni, yozda issiqni o'tkazmaydi, qishda tunkani tellashdan saqlaydi. Tunka tellamaydi qishda. Rakka-payga qo'ysa chirimaydigan narsa mana kamida 20-30 yil turadigan narsa-da bular. Issiqni ham o'tkazmaydi yozda, qishda tellamaydi. Keyin anaqalari ham bor. Ochiq tunkasi qo'yiladi va tokilarga salqin qilgan. Bu ham zo'r salqin beradi. Ham 5 yil, 10 yil turaveradigan narsa kamida. Eng kamida 5 yil turadi. Ham deb qo'ysa ham bo'ladi, deb qo'ysa ham bo'laveradi. Eshik derazalarga ham foydasi yaxshi. Issiqni o'tkazmaydi. Eshik deraza yog'och bo'lsa yo'llamaydi. Bu salqin mana qo'yilgan narsani. Normal salqin beradi.